Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y berayotgan eng muhim yangiliklarni o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Agarda ushbu video sizga yoqadigan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmagan holda biz videoni boshladik. Demak, birinchi xabarimizga to'xtaladigan bo'lsak, Yevropada o'zbek futbolchilariga e'tibor qaratishdi nomli Sportus saytida maqola chiqqan ekan. Ushbu maqolada polshalik jurnalistlar fikricha terma jamoaning bosh yulduzi va yetakchisi Eldor Shomurodov bo'lib qolmoqda. Jamoa o'yinini aynan uning atrofida qurilgani ta'kidlangan ekan. Ushbu Polshaning TVP Sport portali 2026-yilgi jahon chempionatida oldidan o'sha terma jamoalarning har birini o'yinlarini tahlil qilib chiqmoqda va O'zbekiston terma jamoasi o'yinini ham tahlil qilgan ekan. Nashr Shomurodov nafaqat o'z jamoadoshlari orasida, balki butun Osiyo saralash bosqichida ham alohida ajralib turganini ta'kidlaydi. U hal qiluvchi uzatmalar soni bo'yicha qit'a saralashida birinchi o'rinni egallagan, shuningdek raqib jarima maydonida to'pga tegishlar soni bo'yicha ham hech kim undan ustun kelmagan. Zarbalar soniga ko'ra undan faqat Mehdi Tarimiy yuqori natija qayd etgan xolos. Bu o'sha Osiyo mintaqasidagi saralash bo'yicha tahlillarini, ya'ni Shomurodov va boshqa futbolchilarni tahlil qilganda Shomurodov uzatmalari bo'yicha o'sha Osiyo mintaqasi saralashidagi eng yaxshi natijani ko'rsatganini ta'kidlashmoqda. Ayniqsa undan keyin Fayzullayev va Masharipov haqidagi fikrlar ham meni tortdi. Bunda ular, ayniqsa Fayzullayev va Masharipovga katta e'tibor qaratilgan. Yevropalik jurnalistlar ularni qanotlardagi eng xavfli qurol deb hisoblashgan ekan. Fayzullayev va Masharipov yaxshi texnik tayyorgarlikdan tashqari yuqori tezliklari bilan ham ajralib turadi. Shu bois ular nafaqat pozitsion hujumlarda, balki qarshi hujumlarda ham katta xavf tug'diradi, deyiladi tahliliy maqolada. Keyingi fikrlarda esa ular o'zbeklar to'pni uzoq nazorat qilishiga intilmaydi. Buning o'rniga uni imkon boricha tezroq raqib darvozasi tomon yetkazishga harakat qiladi. O'yinning asosi Shomurodov, ya'ni Shomurodovga uzatiladigan to'plardir deb yozadi TVP Sport nashri. Bundan tashqari ikkinchi xabarimizda Sergey Tashiyev nomli rus murabbiyi mutaxassisi O'zbekiston terma jamoasi haqida o'z intervyusini berib o'tgan. Ushbu xabar Chempionat Aziya sayti tomonidan e'lon qilingan va biz buni qisqacha o'qib eshittiramiz. Bunda asosan biz maqolani to'liq o'qib eshittirmaymiz, balki terma jamoamiz haqida nima deb fikr bildirganini sizga yetkazmoqchimiz. Ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi muxlislari uchun yana ham qiziq bo'lishi tarafdorimiz va vaqtingizni ko'p olmaslik uchun. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etdi. Ma'lumki, siz o'zbek futbolini sobiq ittifoq davridan beri bilasiz. O'zbekistonning mundialda ishtirok etishi siz uchun nimani anglatadi? O'z vaqtida Toshkentda bir necha bor bo'lganmiz va Qibraydan keyin adashmasam Chirchiqda yig'inlar o'tkazganmiz. O'zbek futbolini bilaman. O'sha paytda Valeriy Kichinov yosh edi va uni yaxshi tanirdim. Iqtidorli bola edi. Paxtakorni ayniqsa 1979-yilda halokatga uchragan jamoani yaxshi eslayman. An Fyodorov va yana boshqalar o'zbek futbolini eng yorqin futbolchilari edi. Shuni aniq ayta olamanki, doim sizlarda iqtidorli o'yinchilar bo'lgan. MDHdan faqat O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi va barcha qatori men ham albatta terma jamoangizni qo'llab-quvvatlayman, deydi u. Undan tashqari milliy terma jamoamiz Fabio Cannavaroga ishonib topshirilganini haqidagi savolga ushbu murabbiy shunday javob bergan: Cannavaro o'z vaqtida ajoyib himoyachi bo'lgan. Fabio bejizga jahonning eng yaxshi futbolchisi bo'lmagan. Italiyaning eng kuchli markaziy himoyachisi edi. Aynan o'zining yorqin o'yinlari tufayli dunyodagi eng zo'r futbolchiga aylangan. O'ylaymanki, uning boshchiligidagi O'zbekiston himoyada tartibli o'yin ko'rsatadi. Men yaxshi natijalar kutyapman.
Hujumda ham jamoaning imkoniyatlari yomon deb bo'lmaydi. Nazarimda Cannavaro bir qator taktik yangiliklarga qo'l ursa kerak. Himoyani mustahkamlagan holda hujumlardan oqilona foydalana olish juda muhim. Shunda ko'zlagan maqsadga erisha oladi. Ayniqsa qarshi hujumlardan unumli foydalanishlari kerak. Buning uchun o'ziga xos taktikalar tuzish lozim menimcha. Buni uddalasa kerak. Jamoani himoyasi mustahkam bo'lsa, hujumlar ham samarali chiqadi degan murabbiy. Undan tashqari Kolumbiya, Portugaliya va Kongo O'zbekiston bilan birga bir guruhda ekanligi haqidagi savolga ushbu murabbiy shunday javob bergan. Albatta guruh juda qiyin, lekin shunday bo'lsa-da sen jahon chempionatining final qismiga chiqdingmi? Demak, guruhda hech kimdan qo'rqmasliging kerak. Raqibni to'g'ri o'rganish, uni kuchli va kuchsiz tomonlarini to'g'ri baholay olish natijaga erishishda katta rol o'ynaydi. Men ko'plab Rossiya va Ukraina klublarida to'p tepganman. O'yinlar davomida raqiblarning kuchli va kuchsiz jihatlarini o'rganib tahlil qilardik va shunga qarab o'yin taktikasini tuzib chiqardik. O'zbekiston ham raqibni to'g'ri baholab, har taraflama o'rganib, shunga yarasha o'yin tashkil qilishi muhim. Shaxtyor, Dinamo Kiyev, Dnepr, Metallist singari kuchli klublar safidagi yetuk futbolchilar o'ynagan hamda raqibni yaxshi o'rganib chiqib, ularga yetarlicha qarshilik ko'rsatishardi. Ular doimo raqibni kuchini to'g'ri taqsimlab, shunga qarab o'yin ko'rsatishardi. Vaqtida pressing qilardik, o'z vaqtida himoyalanardik. Bularning barchasi raqibni o'rganish bilan bog'liq jarayonlar edi. Aytmoqchimanki, raqibni yaxshi o'rganish juda muhim. Bosim bilan agressiv futbol ko'rsatardik. Hech kimdan qo'rqmasdan kuchli o'yin ko'rsatish harakatida bo'laverish kerak, deydi mutaxassis. Yana bir jihatdan alohida e'tibor qaratish kerakki, O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki MDH mamlakatlari orasida ham jahon chempionatiga yagona vakil sifatida qatnashadi. Xo'sh, Rossiyada terma jamoamizning bo'lajak ishtiroki borasida qanday fikrlar bildirishmoqda degan fikriga ushbu murabbiy shunday javob berdi. Albatta Osiyoliklar, shuningdek yon qo'shnilar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston terma jamoalarimizni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya ham jahon chempionatida O'zbekistonga muxlislik qiladi. Ko'plab o'yinchilar Rossiya chempionatida to'p tepishgan va bizning ishqibozlarimiz ularni yaxshi bilishadi. Shu sababli tabiiyki terma jamoangizni qo'llab-quvvatlashadi, deydi murabbiy. Keyingi fikrlarda jurnalist shunday savol berdi. Sizningcha qaysi futbolchilarimiz mundialda kashfiyot bo'lishi mumkin? Shomurodov, Husanov, Fayzullayev kabi yetakchilar bor va ular o'zlarini ko'rsatishlari katta ehtimol. Ulardan tashqari yana bir qancha o'yinchilar ham yaxshi o'yin ko'rsatishlariga umid qilaman. Terma jamoa yigitlari o'zlaridan iliq taassurot qoldirish uchun bor kuch va imkoniyatlarini ishga solishlariga ishonaman. Terma jamoangiz tarkibida yana boshqa yangi futbolchilarni ham kuzatishimiz mumkin. Mundial finalida qaysi terma jamoalarni ko'ryapsiz deilgan fikrga u Ispaniya, Fransiya yoki Braziliya deb javob bergan. Shu tariqa ushbu intervyu o'z nihoyasiga yetgan. Keyingi xabarda germaniyalik mutaxassis, ya'ni Germaniya terma jamoasi sobiq futbolchisi O'zbekistonning yangi muhitga qanday moslasha olishi asosiy omil hisoblanadi nomli Chempionat Aziyada maqola chop etilgan ekan. Ushbu sahifadan sizlarga maqolani o'qib eshitiraman, ya'ni intervyu qisqacha jahon futboli ekspertlarining nigohi O'zbekiston terma jamoasiga qaratilgan. O'z vaqtida Germaniya terma jamoasida to'p tepgan va bugungi kunda Kosovoning Drenicha jamoasini boshqarayotgan Tomas Badarich mundial oldidan fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Avvalambor bir haqiqatni tan olish kerak. O'zbekiston jahon chempionati yo'llanmasini mutlaqo haqqoniy tarzda qo'lga kiritdi. So'nggi yillarda mamlakatda futbol juda ijobiy sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Ushbu maqsadli yo'lni diqqat bilan kuzatib borgan inson sifatida shuni ayta olamanki, terma jamoa o'yinida tinimsiz o'sish ko'zga tashlanmoqda.
Bugungi kunda ko'plab o'zbek futbolchilari xorijning top klublari bilan shartnoma imzolagan yoki xalqaro maydonda katta tajriba to'plashga ulgurgan. Bu esa o'zbek futbolida jamoaning umumiy saviyasi va maydondagi o'ziga bo'lgan ishonchida yaqqol aks etmoqda. Albatta jahon chempionati butunlay boshqa daraja. U yerdagi raqobat ommaviy axborot vositalarining e'tibori ayniqsa ruhiy bosim asosiy saralash bosqichidan tubdan farq qiladi. Endilikda bosh omil jamoaning mana shunday yangi muhitga qanday moslasha olishiga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga men O'zbekiston milliy terma jamoasida mazkur musobaqaning eng asosiy surprizdan biriga aylanishi uchun yetarlicha salohiyat ko'ryapman. Yana bir jihatni unutmaslik lozim. Bugungi kunda Osiyo jamoalari juda jozibali va tezkor, undan tashqari taktik jihatdan rang-barang futbollar namoyish etmoqda. Bu esa ularni kutilmagan va har qanday raqib uchun noqulay jamoaga aylantiradi, deydi Tomas Bdarich. Ma'lumot uchun, ushbu germaniyalik mutaxassis 2012-yilgi mavsumda Bunyodkor klubida sport direktori lavozimida faoliyat olib borgan ekan. Batafsil intervyu tez orada ushbu Chempionat Aziya saytida e'lon qilinar ekan. Albatta ushbu xabarlarni sizlarga yetkazishdan mamnunman va bugundan boshlab mana shunday videolarimiz, bundan tashqari o'zimiz reja qilib qo'ygan jonli efirlarni ham sizlarga kanallarimiz Kreativ futbol hamda Haqiqiy futbol kanallaridan uzatib borishga harakat qilamiz. Agarda ushbu videolar sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang va obuna bo'lishni ham unutmang. Biz bilan va O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan birga qoling.